Dufalak 2-birda qabziyat qaytmasligi uchun faqat ichakni tozalash emas, balki uning salomatligini uzoq muddatga tiklash muhim. Dufalak 1. Ichakni yumshoq tozalaydi. 2. Mikroflora muvozanatini va ichak ritmini tiklashga yordam beradi. Dufalak yumshoq va muntazam. Assalomu alaykum. Men ismim Sevara, familiyam To'lanova, lekin men Salima taxallusi bilan ijod qilaman. Yoshim 25 da, Andijon viloyatida, Xonobod shahrida tug'ilganman. Men haligi stabilniy oilada tug'ilganman, ya'ni dadam harbiy, onam o'qituvchi. 2 o'g'il, 1 qizmiz. Eng kichkina, eng erkatoy, eng shaddod, eng nagli qizim menman. Aytganim aytgan, talabchanman. Tanishtiring, kimlar bilan keldingiz? Bu meni opam va singlim. Sizlarni majburlab olib keldimmi Sevara yoki o'zinglar bilan boraman deb keldinglarmi? O'zimiz keldik. Majburlab aytiryapti, menimcha bu gapni. Yo'q. Yodlatib, Rosa yodlattirib kelgan. Yodlatib, repetitsiya qildirib. Ssenariydan chiqmagan holat. Kim so'rasa ixtiyoriy keldim deb aytasiz. O'qiysiz, ishlaysiz? O'qiyman, ishlayman. O'qiysiz ham, ishlaysiz ham, Sevara ham o'zining konkursi bilan tiqilmoqchi shu grafikka. Kecha Fotiha to'y bo'ldi. Siz bunchalar band odamga hozir konkurs bilan yana. Voy. Siz uchun umuman kerak emas edi hozir bu konkurs. Nega? Men juda ham bu bilan faxrlanaman va uni bugun qo'llab-quvvatlagan keldim. Zo'r ishlayapsiz. Tayyorlab kelganman. Gap yo'q. San'at sohasiga kirishimga ham ota-onam qarshilik qilmagan, podдержка qilishgan va rahmat. O'zbekiston Davlat filharmoniyasining jaz orkestri solistiman. Endi maqtanib o'tay, prezidentimiz qo'lidan kelajak bunyodkori medalini olganman. San'atga o'z hissamni qo'shganligim sababli yuksak davlat mukofotini menga berishgan. Ko'plab xalqaro ko'rik-tanlovlarda laureat bo'lganman. Biz sizni qo'llab-quvvatlab turamiz bu yoqda. Umid qilamanki, ketib qolmaysizlar. Ozgina qoldi, ketib qolmaydi. Ketmaydi. Ketib qolishmaydi, umid qilamiz. Pasportlarim menda. Sizga omad tilaymiz va umid qilamanki, xuddi shunaqa zo'r kayfiyatda qaytib yana zo'r intervyu berasiz degan umiddamiz. Baholasa. Menda har doim hayajon bor. Har sahnaga chiqqanimda bilmayman, o'zimni urushaman ham, nimaga hayajonlanyapsan deb. Bu yerda birinchi marta chiqayotgandek, shu titroq bosadi, qo'llar terlaydi. Hammani o'ziga yarasha uslubi bor, o'ziga yarasha ovozi, tembri, xalq baho beradi bu yog'iga. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola, hoy qiz bola. Bahormisan yalasan, gulzonimga kelasan. Привет, Наташа Хамедовой. O'zing gulmi yolonla. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Now we fire. Gülüşünden döküler, bağımdaki bu günler, bulsun senga havola. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Классно. Qiz bola, hoy qiz bola. Qiz bola, hoy qiz bola. Bravo, bravo, super. Va alaykum assalom. Men o'ylaymanki, Nasibaxon, bu loyihani eng go'zal bezaklardan siz bo'ldingiz. Qadamlaringizga hasanot.
xush kelibsiz loyihaga. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Rahmatli Elmar Salihov Ruhlari shod bo'ldi. Ruhlari shod. Men O'zbekiston Davlat konservatoriyasi huzuridagi Botir Zokirov nomidagi Milliy estrada san'at institutining O'zimizniki ekanlar. ikkinchi bosqich magistriman. Voy malades. Молодец. Rahmat, qaraganinglar uchun juda ham Aynan. xursand bo'ldim. Gap yo'q. Ofarin. Endi institutda man daxlim bor, shuning uchun sizlarni savolinglar bo'lsa bemalol man sizlarga xalaqit bermang. Bunaqa aranjirovka, jazoviy aranjirovka qilgansiz, zo'r bo'lgan. Bu qanaqa keldi g'oya? Kimga keldi bu fikr? Bu qo'shiqni juda ham yaxshi ko'rib, birinchi eshitganimda Natalia Nurmuhamedova bilan birga ijro etganmiz va o'zim jaz orkestrida ishlayman. Va shu bilan tushuntiraman shu tanlovda. Juda ham yaxshi ko'raman shu qo'shiqni. Bu qo'shiqni hamma ijrolarini eshitganmisiz? Deyarli hamma ijroda eshitganman. Ayniqsa Natashaxon Nurmuhamedovani ham ijrosi Endi bo'ldi. jaz xonandasi Jaz bo'lsalar, yo'nalishda. ko'proq uni eshitganlar. Keyin Muhabbat Shamayeva aytganlar, Yalla ansambli aytgan. Aytmagan Birinchi odam qo'shiq qolmagan. shu bo'lgan. Yallo la 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 yallo la 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 la. Ha endi tushundim, jaz yo'nalishida ustozlari Mansur Toshmatov jazni juda yaxshi ko'radilar. Shuning uchun mana endi tushunib turibmiz bo'lgan bu yo'nalish. Nima qilamiz endi? Yana hozir boshlaymiz endi. Boshlaymiz iltimos qilishga. Voy manga keling qilib. O'zlari ham bir quyoshga o'xshab yaraqlab turar ekanlar. O'shani aytyapman. Jamalak sochlarni qaranglar, jamalak sochlarni. O obraz ham, Sevaraxon. aranjirovka ham hammasi bingo bo'ldi bugun. Endi sizdan tanlashyapti. Taradadam. Хаммелар men uchun juda ham, как сказать, вы легенды для меня, и мне очень сложно. Мне хочется к каждому из вас. Но yoshligimdan, kichkinaligimdan o'zimni ovozimni Nasiba Abdullayevaning ovoziga ko'p o'xshatishardi va xo'p desa siz bilan shu hit bo'lgan eng mashhur Baxto'zi nimadirdan bir kuplet bo'lsa ham birga aytmoqchiman. Yo'q, birga bugun aytmaymiz. Siz hozir qochmang. Sizga savol berilyapti. Komandaga qo'shilgandan keyin u birga aytishlar qochmaydi. Siz bizning savolimizga javob bering. Nasiba opa, я вас выбираю. Ura! Rahmat. Men shunaqa deb o'yladim. Tabriklaymiz Nasiba opa. Tabriklaymiz. Ana endi duet bo'ladi. Duet bo'ladi. Dальнейший. Да, xudo xohlasa. Удачи. Удачи. Omad. Hayajon bo'ldi. O'zim xohlagan darajada ijro qilib berolmadim. Buni maqtangan aytyapsizmi hozir? Yo'q. Просто videoni ko'raman-da, o'zimni juda ham qattiq urishaman. Siz boshidan agar hamma burilsa Nasiba opani tanlayman degan reja bo'lganmi? Hech kim burilmasa ham stol anaqasini qaratib qala olaman degan. O'zim ham qilaman hammasini. Bo'ldi. Men siz uchun xursandman, tabriklayman. Siz ovozdasiz. Rahmat. Juda ham shirin qiz ekan-a? Shirin qiz. Quyoshcha такой. Ну почему qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola, hoy qiz bola. Ruscha gaplashar ekanda ko'proq. Современная E'tibor qildingizmi? interpretatsiya. Yo'q. O'zbekchadan ruschaga o'tib ketdi. Savol berganim bejiz emas. Ha. Buni qoyil maqom qilib zo'r o'zgartirar. Qiz bola, hoy qiz bola, qiz bola hoy emas.